Xudo xolasa hoji buva meni ko'rgani kelibdi, Alloh nasib qilsa. Ana o'tkir. Bu o'tkir qori, Labbay hoji buva. bu korxonangiz baliqxonami? Baliqxona, o'rdakxona, asalarixona xudo xolasa. Hozirgi zamonda siyosatini talabiga labbay deb javob berayotgan qahramonlardan ekansizlar. Albatta, qo'ldan kelgancha harakatdamiz. Barakalla. Bo'lmasa bu yerda baqaton bosib, qamish bosib, insonlar kelmay ajinaxona edi. Shularni chiroyli qilib, o'zingizga ham, boshqa ham, xalqqa ham shuncha odam kelib, mana bu baliq ushlayaptimi? Baliq ushlashyapti xudo xolasa. Endi bular puli ko'p xolaga joyda ovolaveradi. Nima uchun ushlaydi, bilasizmi? Aytaymi nima uchun ushlashini? Biz o davrimizda bo'yiga ikkita shu rus millatiga mansub odam kelib baliq ushlardi, o sovuqlarda. Men borib nima qilasizlar, otaja qiynalib ketdilaring. Men aytdim, picha 1-2 kilo baliq olib kelib beray. Juda qiyin bo'lib ketyapti desam, biz baliq bilan ishimiz yo'q, go'shi bilan degan. Nima desam, o'sha futbol ko'rganmisiz? Ko'rganman. Gol urganda ha deb turib ketadimi odamlar? Ha, haqiqiy qilib. Ha, turib ketadi. Biz ham mana shu po'kayni shunday tortganda yuragimiz ha deb turib ketamiz. Shundan mazza qilamiz yerida. O'shunga o'xshab shuncha odamni mazza qildirib, futbol ham o'ynatib, baliq ham ushlatib, uyini ham go'shtga to'latib, yaxshi odam bolasi yaxshi bo'ladi. Amin. Bu Amin. Ravshan dadasi ham payg'ambar alayhisalom hadislari bor. Har bir ishda egasini yarim nimasi bo'ladi deydi, rizqi deydi. Mana ishlari ham ravshan, o'zi ham ravshan. Mana Otinchopon bu o'tkir bo'y, shu ismi ham o'tkir. Mana shu hech kim qo'ymagan erta betta ko'rib qolyapman, bizni betta tashkil qilibsiz, betta rivojini bersin, ilojini bersin. Amin. Baliq qornida sohib karomat, chila o'ltirdi-yu chiqdi salomat. Bundan siz bo'p keting ko'p ser daromad. Allohu akbar. Omon bo'ling, omon bo'ling. Salomat Endi ha, barakalla. O'zi yaxshimiz. Ha, yaxshimi? Yuribmiz Xudoning panohida. Shu kunlarda o'tish niyatim bor. Aha. Duolaringiz ijobat bo'ldi, xudo Amin, xolasa. amin. Xudoga shukr. Qiz Alhamdulillah. farzandli bo'ldim Xudo- 24 kuni. Bismillahirrohmanirrohim. Otini nima qo'ydingiz? Osiyoxon. Osiyo. Qiz bola tug'ilganda nihoyatda suyuniladigan payg'ambarimiz. Nimaga deganda, qiz bola jannat deganlar. Otasi bilan onasi qiyomatda o'g'il bola olib kirmas ekan. Jannatga qiz bola olib kirib ketar ekan. Buni keng ko'lamda gapirib beraman. Amin. Shunma Osiyoni tug'ilgani muborak bo'lsin. Amin. O'zini davlati bilan, savlati bilan, sharmi hayoti bilan, barakoti bilan tug'ilgan bo'lsin. Qiz bola Allohning nimasi ekan? Jannati ekan, jannat ekan. O'g'il bola esa o'g'il bola ne'mat degan ekan. Ya'ni u ham